Odam hayotida birdan bir pushaymon qilmaydigan ishi boshqalar qilgan yaxshilik. Allah Taala Qur'on Karimda hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik deydi. Biz kishilar qilgan yaxshilik yoki yomonligimizning mukofotini ko'p hollarda mushu dunyoda ko'ramiz. Bir ayolning tang yo'g'ingan 3 o'g'li bor ekan, bu ayol bolalarni o'ylab, to'ylab qo'yibdi. Bolalar to'y qilib bo'lgandan keyin ayrim uy tutib chiqib ketibdi, onasi yolg'iz qolibdi. Onasining yolg'iz qolishiga chidamagan o'g'illar onasini uyiga bil elib ketish uchun yolvoribdi. Onasi qaysining uyda turishini tanlash uchun oldin hammalarning uyida bir kundan turib boqay, undan keyin o'zim xohlagan biringlarning uyini tanlay debdi. Bolalar qo'shilibdi. Onasi oldin cho'ng o'g'lining uyiga beribdi. Cho'ng o'g'li va kelini onasini nihoyat qizg'in qarshapti. Ertasi atdiganda cho'ng kelini tahorat olish uchun onasiga suv Onasi tahorat olib namoz o'qib bo'lgandan keyin eshib qolgan suvni yotgan yeriga to'kib qo'yibdi va keliniga "Balam odam qirg'anda mushundaq bo'lib qoldi ekan, yotgan yerimga tahorat qilib qo'yibdiman" deb o'zi o'qibdi. Cho'ng kelini nihoyat g'azablanib, ochiqlanib, "O'zingiz yuvib tozalab, pokizlab bering" deb chiqib ketibdi. Ona chandurmay kirliklarni yuvib yotgan yerini tozalabdi. Undan keyin ikkinchi o'g'lining uyiga beribdi. Ikkinchi o'g'li va kelini onasini nihoyat qizg'in kutyapti. Ularning uydami cho'ng o'g'lining uyida qilganga o'xshash ishni takrorlabdi. Ikkinchi kelinimi nihoyat ochiqlanib, irini chaqirib akirib "Qarangma anangizning qilgan ishiga" deb onasini o'g'liga chaqibdi. 3-kuni ona eng kichik o'g'lining uyiga beribdi. O'g'li va kelini onasini nihoyat qizg'in qarshapti. Onasi 3-o'g'lining uyidami 1 va 2-o'g'lining uyida qilgan ishning o'zini takrorlabdi va keliniga "Balam odam qirg'anda mushundaq bo'lib qoldi ekan, to'g'ri tushuning, yotgan yerimga tahorat qilib qo'yibdiman" debdi. Kichik kelini nihoyat salmoqlik bilan "Ana bu nima deganlari? Bizmi kichik vaqtimizda sizlarning kiyiminglarga nurg'un qitim tahorat qilib qo'ygan emasmi?" deb ko'p fikirliklarni elib, yuvib, tozalashga boshlabdi. Kelin ko'p fikirliklarni yuvib tozalab bo'lgandan keyin qiyin onasi kelinning qishig'iga kelib, "Qizim, menga bir do'stim qiziga oltin zibuzini sotib olish uchun ozroq pul bergaydi. Bu do'stimning qizining boyturuqi sizga o'xshash. Agar vaqtingiz bo'lsa, bugun men bilan birga bozorga chiqib bergan bo'lsangiz" debdi. Qiz "Ma'qul ana" debdi. Ana uzundan beri nihoyat ko'p pul to'plagan bo'lib, bozorga chiqib pullarning hammaga oltin zibuzini sotib olib qaytibdi. Ana uyga qaytib o'g'illari va kelinlarining hammani chaqirtibdi va bozordan sotib olgan oltin zibuzlarning hammani ularning oldiga qo'yib, bo'lgan ishlarning hammani debdi va yotgan yerga o'zining tahorat qilib qo'ymaganligini, balkim ularning muomalasining qandoqligini sinab boqqanligini aytibdi va zibuzlarning hammani kichik kelinning qo'li va bo'ynlariga silib, "Mana bu mening qizim. Men oxirgi hayotimni mush qizimning qishida o'tkazaman" debdi. Ikki kelini osmondan tushgandek bo'lib qilgan ishlariga qattiq pushaymon qildi.